Yo, hammaga salom ola, sizlar bilan yonashaman Froz. Xayrchi bo'llar, bugungi videomizda top 10 modlar. Qanaqa modlar? Axir bugungi videomiz Hacker haqida-ku. Yo, bo'ldi, joylarga o'rnashib olib, yeb-ichishga biron bir narsa olib olinglar. Men esa videoni boshladim. Hackerning asl ismi Shohjahon, familiyasi esa Jurayev, laqabi esa Marat. Hozirda u 18 yoshda. Hacker Qashqadaryo viloyatida yashaydi, ya'ni meni shahrimda. Hacker Minecraft o'yinini juda sevadi. Ba'zan PUBG Mobile'ni ham o'ynab turadi. Sochini jingalak qilib yurishni yoqtiradi. Minecraft o'yinini yoshligidan beri o'ynaydi. U Minecraftni trendga chiqadi deb shu yo'nalishda kontent qiladi. Hacker boshqa yo'nalishda kontent qilmaydi. Hackerning obunachilari uni videolarini yoqtirishadi. Hacker videolarining boshida "Yo, WhatsApp nigerlar" deb salomlashadi. Bu gapirish bir xillarga yoqmaydi. Keyin esa u "Yo, WhatsApp oppoqlar" deb videoni boshlaydi. Eski YouTube kanalini sotib yuborgan va yana yangi YouTube kanal ochgan. Hozirda 200 mingtadan ko'p obunachisi bor. U boshqa YouTube kanal ochish niyati yo'q. Hackerning Telegram kanali ham mavjud. Telegram kanalida 2000 tadan ko'p obunachisi bor. U deyarli hamma videosida jamoani o'ldiradi. Hacker o'zi ishlatadigan modlarni ayrimlarini Telegram kanaliga tashlaydi. Hackerning boshqa YouTube kanali ochish niyati yo'q. Hacker YouTubedan ketmoqchi bo'lgan. Sonicjon esa YouTubedan ketmasligini unga aytgan. Keyin u esa yangi kanalda kontent qilgan. Hackerning yangi kanaldagi birinchi videosi Herobrine haqida. Hacker birinchi kanalda telefonda video olgan, obunachilarni esa kompyuterda video olaman deb aldagan. Keyin esa buni o'zi tan olgan. Eski kanalni sotib kompyuter olgan. U telefonda Pajab Launcher ilovasida o'ynagan. U birinchi inshootda video taxlagan. Keyin esa videolarni kompyuterda taxlay boshlagan. Bu videoni men taxlayman. Frost. Hackerni tanimaydiganlar uchun uni bitta videosini qo'yib ko'rsataman. Yo, what's up? Polo obunachilar, bugun sizlar bilan birga edim men. Hacker va hurmatli Jamol. Obunachilar bilan salomlashib qo'y. Jamol, anchadan beri ko'rmay ketding o'zi sen ham. Yo, what the fuck? Atak numeri normalniy. Xo'p, Jamol, biz bugungi videoda mana shunaqa qo'baqa ichida yashab qolishga harakat qilamiz. Xo'p, tayyormisiz shunaqa vijvanyaga? Oh, let's go. Ular. Gonda biz vijvanyani boshlashimizdan oldin mana shu sandiq bizani birinchi o'rinda kutib olar ekan. Ko'ramiz bu sandiqda ichida nima bor ekan. Osh. Oddiy daraxt urug'i. Okay. Demak, buni ekib qo'yishimiz kerak birorta joyga. Jamol, mana daraxt urug'ini o'zing mana shu tomonlarga ekib tur. Men mana bu uyda ko'zdan kechirib turaman. Tushunarlimi? Let's go. Xo'sh, men bu uyni ko'zdan kechirib turay. Bu uy juda eski uyga o'xshayapti. Wow, bu yerda sandiq bor ekan. Ko'raylikchi buni ichida nima bor? Wow, what the fuck? Oh, kirka bor ekan va to'rtta tosh bor ekan. Bizga bu asqotib qolsa kerak. Let's go. Go, buni Jamolga maqtanaman. Jamol! Jamol, kirka topdim men. What the fuck? Stop cho'rig'di. Sandiqdan kirkan o'rniga tapor chiqsa yaxshi bo'lar ekan. Jamol, endi biz bu taxtalarni buzib rivojlanamiz. Tushunarlimi? Sen u yoqdan, men bu yoqdan. Let's go. Okay. Hop, men bu taxtdan buzaman. Okay. Verstak qilib olsam, verstagim o'sha tayyor. Let's go. Mening verstagim tayyor. Jamol, sendachi. What the fuck? Sen chetdan foydalanyapsan. To'xta. Bu yoqqa kel. Yaraval. Kim aytdi sendan chetdan foydalandim? What? Yo. What the fuck? Jamol, endi biz mana bu yerdagi barcha daraxtlarni yig'ib mana bu yerga tashlaymiz. Tushunarlimi? Gonda ishni boshla. Let's go. Men ham o'zimga tapor yasab olsam. Nihoyat bu oxirgi taxta. Okay, hamma taxtalarni o'sha yig'ib bo'ldim. Bizda ancha muncha taxta bor. Let's go. Xo'p, Jamol, sen qancha taxta? Yo, what the fuck? Ancha muncha taxta yig'ib qo'yibsan-ku. Stop. Buni sen qurdingmi? Ha, aldama, sen qurgansan. Jamol, o'sha bizda ancha muncha taxta bor. Bu 7 pushtimizga yetadi, lekin hozir kech bo'lyapti. Bizda yotoqxona yo'q. Yotoqxonasiz biz qanaqa uxlaymiz? Qayerdan topsak bo'ladi? Bu yerda o'sha quyi ham yo'q. Nima, sen bir ilojini bilasanmi? Qanaqa iloji bor? Nima qilasan sen? Quyi yo'q. Yo, what the? Yo, qayerga ketyapsan? Sen o'lasan-ku. Yo! Jamol nima qilmoqchi bo'ldi? O'zi pastga tushib ketdi. Yo, what the
the fuck? Jamol, qanaqa pastga tushib tepadan keldi? Let's go. O'sha sen ikkita qo'y olib kelibsan, lekin bu yotoqxonaga yetmaydi-ku. Nima qilamiz ikkita qo'yni? Bizda eng kamida 3 ta qo'y kerak, bir kishi yotish uchun. Xo'p, senda yana bir iloji bormi? Qayoqqa ketyapsan? To'xta. Yo, what? Nima qilyapti? Jamol, nima qilyapsan? Yo, Jamol bu yoqdan chiqdi. Yo. What the fuck? Yo! Jamol, o'sha bizda ancha-muncha qo'ychini bor endi. Xohlagancha yotoqxona qilishimiz mumkin. He. Jamol, endi bu qo'ylarni bizga kerak yo'q. Ularni nima qilib bo'lsa ham yo'qotish kerak. Senga ishondimmi? Yo, tenti? Nima ularni portlatmoqchimisan tenti bilan? Bazuka! Yo, what? Nima qilmoqchisan sen? Yo. Let's go. Uncha-muncha portlama. Yo, what the? Endi yotoqxona yasab olishimiz kerak. Mana, let's go.